Biri deydi, tandirda kam non yopyapti ayollar. Shu sababli ko'paymoqda og'ir dardu balolar. Tandirda ko'p gap borligin unutishdi ayollar. Uning bori foyda, hatto ming bir dardni davolar. Yana biri boshqa o'yda, tandirlarga da'vogar, ularga qahrin sochmish, qayda endi da'volar. Bir martaba ikki misol, hayronu lol qoldim bugun. Qaysi biri to'g'ri deya sal o'ylanib qoldim bugun. Gap tandir haqida ketmoqda. Biz uyga kelib yurmanglar oma, tandirda yashirib qo'yganman. Ayam onda sonda bir oyda bir non yopadi xolos. Kelib yurmanglar, tandirda yashirib qo'yganman, bekitib qo'yganman. Ekologiyani kim zararlatibdi bilasanmi? Sontachilar. Voy billa. Ur, onangni indirdi. Yo'q qil raqibni, yo'q, raqib yo'q, tamom, yo'q. O'zbekistonda yashash mazzada. Ish qilib zerikmasligingiz uchun har kuni qanaqadir bitta tomoshani chiqarib turishadi. Xullas, kecha Andijonda qaysidir bir hokim tandirlarni ekologiyaga zarar yetkazyapti deb buzdirib tashlabdi. Bu yoqda Toshkent viloyati hokimi Zoir Toyirovich tandir rakni davolaydi deb shuncha jon kuydirib ma'ruza qilib yotibdilar. Endi bu tandir xususiy mulk bo'lsa, hokim qaysi bir vakolat bilan, qaysi bir farosat yoki qaysi bir jasorat bilan bu xususiy mulkni buzdirib tashlabdi, hayronman. Endi sud qarori bormi, bilmayman, boshib qotgan. Endi avvalosi tandir ekologiyaga zararli yoki zararsiz ekanligini bilmayman, lekin haqiqiy bir gigant tashkilotlar, sexlar, ishlab chiqarish muassasalari bor. Aynan o'shalar bilan kurashsa bir maqsadga muvofiq bo'lar edi-da. Lekin ularga qarshi kurashilayotganini ko'rmayapmiz-da, tandirlarmi, shashlikxonalarmi, mana shunaqalarga qarshi kurashyapti va buni ekologiyani himoya qilish deb atashyapti. Endi hamma o'zicha bir ochko ishlashning yo'lini topgan bo'lsa kerak-da shunaqa qilib. Bir jasoratlaringiz yetsa boringlar, ko'raylik katta-katta bir tashkilotlarni, masalan, Navoiyda bir odamlar dod deydi, qanaqadir bir zavodlar bor deydi, havomiz buzilib ketyapti deydi. O'sha Navoiydagi katta-katta gigant zavodlarni borib tekshirishsin. Endi nima deymiz? Bir Balzakning chiroyli gapi bor edi. Qonunlar o'rgimchak to'riga o'xshaydi. Kichkina pashshalarni ushlaydi-yu, katta qovog'arilar uni teshib o'tib ketadi.